Ovqat pishdi, ovqat shirin bo'ldi, bolalar yeyishyapti. Bir mahal brigadir boshlig'imiz domla, qarang bolalar, ovqat shirin bo'libdimi deganda bir aktivist opamiz bor edilar, dard beradigan. Domla baliq chiqdi ichidan deb ha baliq sho'ri bo'libdi, olib mayli yo'ringlar deb keyin bir ajoyib shunaqa bo'lgan bir kulgili holat. Shu esda qolgandi. Endi jamoatchilik markazida qanday qiziqarli holat bo'ldi. Menimcha juda ko'p bo'lganligi uchun esda qolish ham juda qiyin bo'lsa kerak. Endi esimda bor, dron uchirgandik. Dronimiz daraxtga tiqilib qolgandi. Bir keyin shunaqa haligi archa daraxtga tiqilib qolgan, hiking qilayotganimizda. Daraxtga chiqib, hamma hayron, tepaga oxiri hech kim chiqmasin, o'zim chiqay endi